Kechadan beri Toshkent shahridan 1 million odam chiqib ketganligi, Toshkent shahri huvullab tirbandliklar kamayganligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda bot gapirilyapti, postlar qo'yilyapti. Bilasizmi, izohlarni o'qib juda xafa bo'ldim. Achindim. Inson mana shunday ulug' kunda, islomning eng go'zal ayyomida insonparvarlik, mehr, oqibat haqida bong urib gapirilib turgan bir paytda naqadar isqirt va vijdonsiz bo'lish kerakki, Toshkentga qaytib kelmang deb izoh yozishga. Toshkent darvozalarini siz uchun yopib qo'yamiz deb izoh yozishga. 365 kun hayit bo'lsin, shu Toshkentda faqat o'zimiz yashaylik deb yozish uchun inson naqadar isqirt va vijdonsiz, xudbin bo'lishi kerak. Bilasizmi? Mana shunday izoh yozayotganlarning qalbida na muhabbat, na insonparvarlik, na vijdon bor. Ular o'z nafsiga qul kimsalar, o'z nafsi bilan fikrlovchi kimsalar, o'z nafsi bilan tafakkur qiluvchi kimsalar. Men toshkentliklarni yomonlamoqchi emasman. Bunday isqirt insonlar har bir viloyatda bor. Ikkita qishloq bir-biri bilan mahalliychilik qiladi, ikkita tuman bir-biri bilan mahalliychilik qiladi, ikkita viloyat bir-biri bilan mahalliychilik qiladi. Va aytishim kerakki, bizga tashqaridan dushmanni keragi yo'q. O'zimizga o'zimiz qiladigan dushmanchiligimiz yetib ortadi. Do'stlar, qachongacha mahalliychilik qilamiz? Faqatgina boshimizga bir balo kelganda, bir kulfat kelganda bir-birimizga mehribon bo'lib qolamizmi? Bunday yaxshi kunlarda, bunday ulug' kunlarda nimaga bir-birimizga mehrimizni, muhabbatimizni ko'rsatmaymiz? Nimaga buncha xudbinmiz? Gapirishga gap yo'q. Iltimos, izohlarda o'zingizni, fikringizni bir go'zal tarzda qoldirasiz degan umiddaman. Bunday holatda biz rivojlana olmaymiz. Afsus.